Men Komil va Muxtasarxon Andijon viloyat Sharxon tumanida Ahmadbek qishlog'ida yashab, isbotli klinikasiga kelib davolanib yotibman. Allohga shukrim. Aytamanki, kelgan kunlarimda juda ham qiyin ahvolda edim. Mana endi shu bolam Niyozov Zafarbek tufayli shu yerda shifo topib, jonlarim orom olib, medsestra qizlarim, sanitarka qizlarim hammalari yugurib yelib xizmat qilib, chaqqon chabdasi bu kunlar vaqtda qilishib, meni shunchalik darajaga yetkazishib qo'ydi. Allohga behisob shukrlar qilaman. Hisoblar Allohim hamisha Alloh rozi bo'lsin bulardan. Xudoyo Parvardigor tutgan ro'zalardan ham Alloh dargohida qabul qilsin shu bolalarimni. Barcha kelgan bemorlarga ham dardlarga shifo qilsin. Endi klinikaga kelib men dardlarimga davo topib o'tirgandan minnatdorman shu doktorlardan. Isbotli klinikada sharoitlar ham yaxshi. 3 mahal issiq ovqatlar bilan ta'minlaydi. Issiq ovqat, hamma yo'q sharoitlar yaxshi, xonalar issiq, konditsionerlar, televizor, xolodilnik, hamma sharoit bor. Allohga shukr, yetarli, qiyinchilik yo'q. Mashq orqasidan birov kelmasa ham kelgandek hamma yo'q, yetarli bo'lam. Allohga behisob shukrlar qilaman. Ular hech banda Allohga noumid bo'lmasin bolam. Xudoyo hamma bemorlarga ko'p qator meni ham dardlarim shifo bergani rost bo'lsin. Allohu akbar.